Bugun sun'iy intellekt darsimizning nihoyat birinchi kuni va biz sizlar bilan nolda mana shu sun'iy intellekt kursi, yangi ochilgan kurs bo'yicha sun'iy intellekt hayotimizda qanday o'rin tashkil etadi va undan tashqari hozir sun'iy intellekt orqali nimalar qila olishimiz mumkin va u orqali daromad topish yoki bo'lmasa kundalik ishimizdagi ishlarimizni yengillashtirish bo'yicha birin-ketin gaplashib o'tamiz. Eng avvalo men o'zim haqimda birin-ketin tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu juda ham muhim va keyinchalik bu kursda qanaqa hunarga egaman va hozirgi kungacha qanday darajalarga ega bo'lganligim haqida birin-ketin gaplashib o'tamiz. Unda let's get tanishib o'tadigan bo'lsam, men G'orizlar Shamshod, 18 yoshdaman va hozirda O'zbekistonda Sirdaryo viloyati Gulzar shahrida istiqomat qilib kelmoqdaman. 18 yoshimgacha juda ham ko'plab zamonaviy kasblar, tillarni o'rganib keldim va bulardan birin-ketin aytib o'tadigan bo'lsak, tilda asosiy qismida 4 ta tilda hozirda GDda yaxshiman. Atak e'tibor oladigan bo'lsak, ular daraja ingliz tili, nemis, arab va rus tillarida juda ko'p yaxshiman. Ingliz tili buyuk, rus языкdan A1dan o'tgan, arab tilidan A1dan o'tgan va nemis tilida B1dan o'tganman va nasibsa yaqin orada chet el universitetlariga topshirganman. Bu bo'yicha juda ham ancha vaqt oldin, ya'ni 16-17 yoshimda maqsad qilganman. Shu bizdan hozirda juda ham ko'p harakat qilganman, hammasiga application yuborganman. Bu bo'yicha ham keyinchalik kurs ochib, mana shu bo'yicha ham aytib o'taman va hozirda shu menga katta yordam bergan ustoz AI onasida o'z kursimizni yuklayotganimiz va sun'iy intellekt orqali hozirdagi asosiy maqsadni qanday qilib to'g'rilashimiz bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Va zamonaviy kasblarda hozirgi mobilografiya, videografiya va boshqa turdagi, ya'ni 10 plus zamonaviy kasblarni o'rganib kelyapman. Undan tashqari shu ustoz ayda yaratilgan barcha kurslarda sekin ko'rib chiqmoqdaman. Va hozirda sun'iy intellektni ochishning asosiy maqsadi, men sun'iy intellektga bilimlarim bor va undan tashqari hozirda bilsanglar YouTube platformalarida ham juda ham ko'p bemalol videolar orqali kursda va undan tashqari hozirda yaxshi rivojlanyapti. Men ham shu yaqin orada kurs boshlaganim va o'sha orqali YouTubedan bemalol foydalanib kelayotganligim va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan onlayn bo'lganligim sababli bu kursda o'zimda shaxsiy yana bir imkoniyatimni ochish sababida videoni joylaydigan bo'ldim. Hozirda menda sharoit kam bo'lishiga qaramasdan eng muhimi boshlang'ich qadamni qo'ydim va undan keyingi videolarimizda juda ham ko'p tayyorgarlik ko'rib va undan tashqari yanada ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman va bugungi asosiy maqsadimiz yaxshi natijaga erishish uchun bugungi boshlang'ich qadamni tashlash deya nomlanadi. Chunki agar siz boshlang'ich nuqtani topmaydigan, ya'ni boshlamaydigan bo'lsak yoki tashlamaydigan bo'lsak, bu juda ham natija umuman kelmaydi. Shu sababdan bugungi darsimiz shundan iborat bo'ladi. Unda ketdik, let's get. Sun'iy intellektlar bo'yicha hozir aytib o'tadigan bo'lsak, asosan sun'iy intellektlarning eng tobora bo'lib borayotganlaridan misol qiladi. ChatGPT bo'lishi mumkin, Cloud bo'ladi, Runway bo'ladi, Kling yoki boshqa saytlar bizda sun'iy intellektlardan foydalanamiz vaqtlar kelib turib, chunki sun'iy intellektlar juda ham mashhur va juda ham ko'p qo'llanib kelmoqda. Lekin bitta narsani aytay, agar menda kursimni mana shu kursda qo'llab va o'sha narsa bo'yicha ko'rib tamomlaydigan bo'lsanglar, ili oxirida juda ham ko'p narsalarga ega bo'lasizlar. Chunki men ko'p yo'nalish bitta ishlab kelaman. Faqat zamonaviy kasbimiz har xil yo'nalishlarda ham meni sahifalarimga obuna bo'lsanglar va o'sha yerda ko'rishlar mumkin qanaqa sohalar bo'yicha yanada yurib kelayotganligimni. Va shu sababdan hozirgi ko'rib o'tayotgan darslar mana shu narsalardan hisoblanadi va bu yana bir sun'iy intellekt orqali topish bo'yicha darsimiz hisoblanadi. Buning uchun bizdagi iloji boricha ko'pchilik sun'iy intellektlar pulli, biz iloji boricha qanday qilib turib bepul sun'iy intellektlardan videolar yasash yoki hozirgi kunda nimalardan to'g'rilanib yaratishimiz va u orqali yaratilgan narsalarimizni qanday qilib turib biz platformalarga joylashtirishimiz orqali hamma darslarni bitta qilib borishimiz harakat qilamiz va bu orqali biz kelgusi darslarimizda juda ham ko'p e'tiborga tushadigan va e'tiborda juda ham katta oladigan va hozirdagi top bo'ladigan sun'iy intellektlar bilan bemalol ishlay olish va o'sha ishlay olishdan keyingi daromadlarga chiqishgacha bo'lgan joylarni bir
edi. Bugungi birinchi darsimizda bizni qo'llab sahifalarimizga obuna bo'ladigan bo'lsanglar, o'sha sahifamizda bemalol ko'rishlaringiz mumkin va undan tashqari kelgusi videolarda kuzatib qolishlaringni va kutib qolishlaringni umidvormiz. Shu sababdan bugungi videomiz shundan iborat edi. Bizni kuzatishda davom etinglar va bizni qo'llab quvvatlaylik. Undan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salom.